Khabib Energy. Qamoqdan chiqqanidan beri halovat yo'q. Har kuni janjal, maishat. Har kuni janjal. Yana qamaylar yana qaytib. Qani o'zi chiqqanmi? Uni chiqarish kerak emas. Mana yana tinchimiz buzildi bizda. Olay, kuch to'qnashuvlarini chaqirib keling, guvoh uchun. Sizlar buni yaqin oringlar. Ha, o'zingga keldingmi? O'ziga kelibdi. Xo'p bo'ldilaringmi? Olib chiqinglar. Xo'p bo'ladi. O'rta leytenant, bu o'ziga kelibdi. Imillama. Umriy qamoqda chirisiz senda qalardi. Tezroq yur. Xo'p, Alisherov Aziz. Osiyo o'yinlari g'olibi ekansan. Chekasanmi? Hop, sport ustasi ekansan. Shuncha yil sport bilan shug'ullanibsan. Endi nima qilib bularga aralashib yuribsan? Xo'jayev Baxtiyor 2 marta sudlangan. O'shani o'limida senga ayblov qo'yilyapti. Sen picha oladingmi? Qani bir boshdan gapirib berchi menga nima bo'lganini? Sen ashaddiy jinoyatchi Botir Samiyevni uyidan ushlab kelinding. U bilan qanaqa aloqang bor edi? Ular meni ko'cha janglariga olib chiqardi. Men urishardim. Pul uchun dey, to'g'rimi? Baxtiyor Xo'jayev bilan Botir Samiyevni qachondan beri taniysan? Sekin, to'xtang, bo'ldi. Mana shu. Bo'ldi. Gap yo'q, rahmat ham. Xo'sh, nima? Ichkariga kiramiz. Bo'ldi, zaraylik. Olib chiqamiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Davay. Bo'ldi, yuring. Taradingizmi? Kechagi televizorda ko'rsatgan chempion. Da. Yurchi. Assalomu alaykum akalar. Chempion, молодец. Zo'r boy bo'ldi. Aytgandim-ku, Botir, shans bermaydi-da. Ukam, tabriklayman. Zo'r sorishding. Mana olib qo'y. Yo'q, aka, shart emas. Ololmayman. Ukam, kattalarning qo'lini qaytarma. Bolalarimiz senga o'xshab chempion bo'lsa deymiz-da, Botir. Vizitkani ber. Любой temada yordam kerak bo'lsa, mana shu nomerga telefon qilasan. Xo'pmi? Bo'ldi, aka. Sog' bo'linglar, rahmat. Bayram qilaveringlar. Bizlarning hisobda. Qani yur. Devorga. O'tir. Bo'larkan-u soch soqol olib yursa. O'zlarincha soqol qo'yib ko'chasanlar-da, qo'lingdagi kamardan pul ustun ketdi-da, baribir. Oson pul topaman deb. Darrov telefon qildingmi ularga? Onam og'ir kasal bo'ldilar.
Kamarlarim ham menga yordam bermadi. Davolatishga katta pul kerak edi. To'xta, senchi, shoshmagin. Shoshmanglar yigitlar, tinchlikmi? Nimaga yuryapsizlar bu yerda? Onam mazalari yo'q edi. Onangiz? Kim onangiz? Hamida opa ismlari. Hamida opa? Habibullayeva. Ha, bo'ldi. U kishi hozir reanimatsiyadalar. Ularni ko'rishni hozir iloji yo'q. Bir ilojini qilaylik. Yo'q. Bir Iloji ilojini yo'q, qiling. reanimatsiyadalar. U kishini kasallari yana xuruj qilib qoldi. Men sizlarga hammasini tushuntiraman. Qani xonaga yuringlar. O'zi bir oy oldin leykezmiya olgandi. Tushuntiraman hammasini, qani. Yuring. O'tiringlar. Nima qilibdi o'zi doktor? O'tiringlar. Xo'sh. Onangizni davolash muolajasi ancha qiyin. O'zi yaqinda davolanib chiqdilar onam. Yana xuruj qilib qoldi kasallari. Yuraklari juda ham holsiz. Juda ko'p siqilganlar. Va bu holatda juda ko'p xarajat ketadi. Operatsiya qilmasak bo'lmaydi. Xo'p, qancha ketadi? Hozir operatsiyagacha kerak bo'ladigan dorilarni men sizga yozib beraman. Zudlik bilan shu dorilarni olib kelasiz. Hop. Siqilma, hammasi yaxshi bo'ladi. Muhimi o'yin yaxshi bo'lib ketsa bo'ldi. Mana, zudlik bilan olib kelasiz. Faqat bu dorilar juda qimmat turadi. Yo'q, mayli, gap pulda emas. Muhimi shu dorilardan keyin yaxshi bo'lib ketsalar bo'ldi. Buni vaqt ko'rsatadi. Operatsiyadan keyingi holatlardan aytamiz bunisini. Hozir zudlik bilan shu dorilarni olib kelasiz. Ha, haligi o'zi umuman davolanishlariga qancha pul ketadi? Hozir oldindan bir narsa deb bo'lmaydi. Reanimatsiyadan palataga olamiz. Keyin hammasi aniq bo'ladi. Ha, tushunarli. Rahmat doktor. Salomat bo'ling. Xo'p. Alo. Assalomu alaykum Botir aka. Men Azizman. Aziz qalaysan? Menga ana kun nomeringizni berdingiz. Ha, ukam esladim, nimaga? Ozgina yordamingiz kerak edi. Qanaqa yordam? Onam mazalari yo'q, Ha, tushunarli. shunga pul kerak edi. Xotirama ukam, men o'zim senga turib beraman. Xo'p bo'ladi. Men Qayerdasan hozir? Banisadaman hozir. Kechga Qoraqamish soy bo'yiga kelgin, Xo'p. hal qilamiz. Xo'p, rahmat. Davay ukam. Xo'p aka. Yaxshimisan uka? Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. Yurchi. Agar bu gap bo'lsa, lagerga men borib kelaman. Bundan ortiq qanaqa garantiya kerak senga? Mayli, просто серьезно tema-da, aka. Ko'cham notinch bilasiz. Tushundingmi men ukam? Ye. To'xtab turchi. Xo'p. Kiraversin. Kir. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Qalaysan chempion? Yaxshi, rahmat. Qorin qanaqa, shashlik ketadimi? Yo'q, rahmat. Qancha kerak? 500 aka. Baqa. Mashinadan pul berib yuborgin. Botir. Oldin urishsan. Pul bir gap bo'lar. Aytganini qilgin. Bu bola ham sportsmenmi? Ha, bu bola hali chempion bo'ladi. Hamma yoqda bu bola haqida gapirishadi, ko'rasan. Maya qara. Ertaga bo'y bor. Esimdan chiqmasin. Xo'p. Agar yana pul kerak bo'lsa, bemalol aytaver. Xo'p aka, rahmat. Ertaga gaplashamiz. Bo'ldi, stop. Boburga ketgansan. Sekin shoshma. Sekin. Shoshmay tur.
bo'lsa aka sizni o'ldirib qo'yadi, aka. Mana qara, xayolingni joyiga qo'y. Bos ukam. Yutaman aka. Aziz, onang uchun harakat qil. Xo'p, Aziz, bos. yaxshi. Aziz, Davol, dur! Aziz, dur! Buni qara. Dur! Boshqali. Azizga ham puldan ajratib zo'r solishdi. O'zi kecha pul berding-ku, qo'y. Undan ko'ra xatiga qizlarni chaqirtiramiz. Aziz. Men pulni olganda, ukam so'rashdi. Agar yana kerak bo'lsa, svязga chiq. Tezroq borib onadan xabar ol. Rahmat aka. Bo'pti. Ha? Недовольныйsan. Nimaga meni do'lyamni berib yuryapsan? Menga qara. Bundan buyog'iga pulni qanaqa qilib delitsa qilishni menga o'rgatmagin. Tushundingmi dadam? Mablag'. Yetib bordimi? Tushundingmi davommi? Yaxshi ekanlarmi? Lechini otdilar. 2 marta operatsiya qilishar ekan. Tezroq operatsiya qilmasa bo'lmas ekan. Operatsiyaga pul kerak o'rtoq. Tushunarli. Bilasanmi, mana uylanishga yig'ib qo'ygan pulim bor. Bilaman, bu pul kam, lekin har nada yana u yoq bu yoqdan toparmiz o'rtoq. Bo'ldi, siqilmagin. Rahmat o'rtoq. Yana bitta masala bor edi agar yo'q demasang. Ana Botir akang bor edi-yu, o'shalar bilan gaplashsang, menga bitta bo'y organizatsiya qilib bersalar. Yutgan pulimni oyina operatsiyasiga berardim o'rtoq. Yo'q o'rtoq, kerak emas. Bir nima qilib topaman. Yo, bu sen uchun emas, onang uchun. Ona svitoy. Zo'r qilding-ku. Hoy, Nima kiyib ol. mushik. Keldi. Bopladimi? O'zing yaxshimisan? Yaxshi ishdi. To'ygacha yaxshi bo'lib ketadi. Muhimi oyingni sog'lig'i. O'ylama. Yutadi. Rahmat o'rtoq. Xayoling Endi sen galaymi? Muhimi o'zingga ishon. Bo'l.
katta stavka mashinga bo'lyapti. Nima deysan? Menga farqi Yo yo'q. duxing yetmayaptimi? Ha, urushaman. Davay. Botir. Man saperni yepil tikib beraymikan? Nimaga bunaqa aql chiqarasan menga? Azizga tik, azizga, azizga turaman. O'z kimga? Azizgami? Azizga. Bilasanmi Aziz, nima uchun yutganini? Ha endi Unda boshqa variant yo'q. Unga onasi kerak. Ona uchun harakat qilyapti. Ona uchun. Tushundingmi? tushundim. Yur, Yur. kechga sen aytgan joyga boramiz. Ha, boramiz. Chekasanmi? Yo'q. O'zing bilasan. Xo'p, sen o'zingga bu narsa bo'lib, nogiron bo'lib qolganingda yoki o'lib ketganingda nima bo'lardi? Onangga nima bo'lardi? Bu yog'ini o'yladingmi? Har bitta bo'ydan keyin stavkalar oshardi. Onamni davolatishdan boshqa hech nimani o'ylamaganman. Keyinchalik oldi berdilaringda muammo bo'lib qolgan. Botir qamalgan. Ona vafot etgan. Botir qamoqdan chiqqandan keyin qasos olish uchun uning uyiga borgansan. Janjal bo'lgan o'tda. Botir bilan Bahani aybdor qilgansan. Baxtiyor Xo'jayevni pichoqlagansan, to'g'rimi? Shunaqami? Yoki boshqacha bo'lganmi? Boshimga udar bo'lgani uchun eslolmayman. Kim urdi? Esimda yo'q. Hop, qani bo'lmasa esingda borni bitta-bitta aytib berchi menga. Onangni operatsiyalari uchun topgan pullaring yetdimi? Uka. Assalomu alaykum Baxtiyor aka. Alaykum assalom. Aka, boya Botir akang uyda. O'tsang pul berib yuboradi degandingiz. Uydamilar? Botir qamalib qoldi. Boya ko'pchilikning oldida ayta olmadim. Teshkal temasi bor edi. O'shan bilan yopib qo'yishdi. Endi Botir akangni 5-6 yildan keyin ko'rasan. Tushunarli. Pulchi. Botir akang bilan birga pulam qulog'im ushab ketdi. Nasreniyni tushirma. 2 kundan keyin bo'y trenirovkani bosibgan. Hozir bo'pti ukam. Keyin gaplashamiz. Bardam bo'ling. Biz qo'limizdan kelgan hamma ishni qildik. Allohning irodasi. Vaqtida pul topib kelganimda operatsiyaga kech qolmasdik. Onamni saqlab qola olmadim. Endi bu gaplarning foydasi yo'q. Bu gaplar bilan o'zingizni qiynamang. Bekor o'zingizni ayblamang, uka.
Manmi kimniki? Bilmayman. Demak, uyda 3-chi odamlaring bo'lgan. O, bola, menga qara. Yaxshiyam boshingdan bir martagina kalta yebsan. Qolganini yelkangga uribdi. O'lib ketarding, o, bola. Yana nimandir esladingmi? Yo'q, Botir Samiyev qayerda bo'lgan o'sha kuni? eslolmayman. Pichoqda barmoq izi topilmadi. Botir ham, sani ham barmoq izing chiqmadi. Lekin Baxtiyorning mashinasini shahar tashqarisidan topishgan. Bu mashinani Baxtiyordan boshqa yana kim haydirdi? Bilmadim. O, bola, menga qara. Agar sen hech narsani bilmasang, o'zingga o'zing ziyon qilyapsan. Shuni bilasanmi? Agar bilib turib bilmaganlikka olayotgan bo'lsang, ertaga katta srok olib ketasan bunaqada. Bo'lgan voqeani to'liq menga aytadigan bo'lsang, kamroq srok olishing mumkin. Men uni o'ldirmaganman. Sen menga qaragan, 2 oydan beri hech narsani eslolmayapsan. Aqalli o'ldirgan yoki o'ldirmaganingni eslaysanmi? Baxtiyorni unda kim o'ldirgan? Alo. Alo, Eshitaman, o'rta boshliq. mehmon bor, qarab ol. Hop, Shu bilan aloqador. hop bo'ladi. Tezroq bo'l. Hop bo'ladi, o'rta boshliq, hop. Assalomu alaykum. Meni senga Tolib aka jo'natdi. Senga yaxshi advokat bor. Kamroq yil olasan, faqat chuvalashib ketmasligi uchun o'zimni himoya qildim deb, bexosdan o'ldirib qo'ydim deb tan ol. Chiqqaningdan keyin hali sen bilan ko'p ish qilamiz. Nima niyating bo'lsa, hammasini hal qilamiz. Meni niyatim bitta. Menga Botir kerak. Chiqqaningdan keyin senga Botirni beramiz. O'zimiz senga tashga kirgizib, vнимание qilib turamiz. Nimadir kerak bo'lsa, bemalol aytaver. Men aybimni tan olmoqchiman. Shu gapni endi aytvatsam 2 oy vaqtimni olding.